Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz avlodlar, aziz opa-singillar, aziz aka-ukalar, aziz nevaralarim. Mana bugun shu Malikmbosh avlodlarining hammasini kirib kelayotgan yangi 26-yil bilan chin yurakdan tabriklayman. İşlariga omad tilayman, baxt, saodat tilayman. Nima niyat qilgan bo'lsa 26-yilda niyatlar amalga oshsin. Boshlari ilohim to'ydan chiqmasin. Keksalarga Allohim iymon bersin, yoshlarga umr bersin, bemorlarga Allohim shifo bersin. Allohim hech kimni Allohim o'z qarovidan qoldirmasin. Ilohim kim nima niyat qilgan bo'lsa mana shu 26-yilda qilgan niyatlar amalga oshsin. Sizlarga sihat, salomatlik, omad, baxt tilayman. Yangi yilimiz omadli va baxtli bo'lsin.